Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz, aziz teletomoshabinlarimiz. Gold Uz TV'da yangi loyiha Pishir va men bugun sizlar bilan Marjon. Endi sizlar bilan oshxonamizga milliy va Yevropa taomlar mutaxassisi Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani rayon milliy taomlar markazi bosh oshpazi Shermuhammad akamizni taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz oshxonamizga. Kayfiyatlaringiz qanday? Rahmat, o'zlaringiz yaxshimisizlar? Yaxshi. Endi bugun kayfiyatlaringizga o'xshagan bitta zo'r taom qilib berasiz. Qanaqa taom? Bugun teletomoshabinlarimiz uchun ajoyib bir maxsus bir ajabsanda bir mazali totli bir ovqatni tayyorlab tortamiz. Unda ketdik oshxonamizga. Sizlar bilan birgalikda. Aka, bugungi taomnomamizda nima? Bugun taomnomamizda bugun 5-6 xil nima qilamiz. Hozir galusiga mana piyoz nimalarimizni to'g'rab berganmiz. Keyin ba'zi nimalarimiz cho'pay shashlik bo'ladi. Karamga ruletka qator nimada. Xullas ichiga o'sha farsh solib qilamiz. Keyin cho'pay shashligimiz bo'ladi. Xo'p, ba'zi do'lma shashligimiz bo'ladi. Ba'zi keyin go'shtlarimiz bo'ladi, asatli go'shtlar bo'ladi. Keyin kavataga uraymiz. Keyin go'ling, xullas asarli bir chiroyli bir ovqat qilamiz. Umumiy taomnomamiz ham asarli qiladi. Hamma yo'qdan bir shingillaniganda, chichidan bo'lib, chiroyli bir ovqat tanlaymiz. Unda men ham sizga qarashsam bo'ladi. Birlashib endi unda boshladik. Men nima qilib turay? Yonimda shu chiroyli vaqtisiz gaplashib tursam bo'ldi. Mana shu pomidorimizni bu qilib pomidordan ham nima qilib to'g'rab. Buni ingichkaroq to'g'rash kerakmi yoki qanaqroq? Ingichkaroq qilsa chiroyli bo'ladi. Bu hozir nima ekanmiz? Salatga? Yo'q, galusiga qilyapmiz. Ichigacha to'g'rab yuborsangiz ta'm beradi. Hali suvliroq. Selliroq bo'lib. Chiroyli bir maza bo'ladi bu. O'zi hamma pomidor to'g'rab yuboramiz. Yo'q, pomidor bir dona shu pomidor to'g'raymiz-da. Qolganlarni nima ishlatamiz? Qolganlar salat qilamiz. Salat. Bu qilsa. Qalampirlar ham bo'ladi. Sveji chesnoyni ham tozalab, nima qilib yuboramiz, tashlaymiz. Buni ichiga. Ta'mi o'zgarib ketmaydi. Yo'q, o'zgarmaydi. Men ko'rganman, tayyor chesnoklar bo'ladi-yu, o'shanaqa joyga solsa yaxshi. Hozirgi endi bahoriy mana nimamiz fasldamiz hozir. Mana hamma sveji pishyapti. Sveji ishlatganmiz. Juda ma'qul bo'ladi. O'zi ranglaridan ham rosa ham chiroyli bahoriy bo'lib ishtahalarni ochib turibdi. Pishishidan oldin ham. Aka, kenda ham borlar-a? Borlar, xudo xolasa. Kim ko'proq ovqat qiladi uyda? Uyda o'sha kenniz. Biz endi o'zimiz ishlagan ovqatimiz qilganimiz yetarli. Charchab boramiz. Ertalab sahar kelamiz ishga. Bayram kunlari-chi, hech bo'lmasa bayram kunlari o'zingiz qilasiz? Bayram kuni endi kaboblar, chiroyli bir ovqatlar qilib beramiz. Kim ovqati ko'proq shirin chiqadi? Kenniz. Masalalar tashab bo'ldik. Endi ziravorlar tashlaymiz. Bu dam olib turadimi keyinchi? Tuzib, maza bo'lib o'qib turadi. Mana guruch tashlaymiz. Mana ichi guruch. Guruchni qanaqaligini farqi yo'q-a? Oddiy, обычный guruchlar bor, o'shani tashlasak bo'laveradi. Ziravorlardan, ichidan. Menimcha ovqatni eng shirin qiladigan joyi shu ziravorlar bo'lsa kerak. O'zimiz tabiiy kashni zira. Tuz ham maxsus tuz ekan. Mana o'ziga nimamiz tayyor. Buni aralashtirib qo'ymaymiz-a? Aralashtirib qo'ymaymiz, turib turaveradi. Xo'p, endi keyingi ishimiz mana shu kuskovoyimizni chiroyli qilib o'tkazsak. Mana shu nimamizni olamiz. Nimalarimiz bo'ladi, tayoqchalar bo'ladi. O'shalarga chiroyli qilib o'tkazamiz. Bularni demak mana o'tkazib yuborsam bo'ladi. Bo'laveradi. Qanaqa qilamiz? Avvalsi ko'rsataman, bitta go'shtimizni olasiz. Bu mol go'shtimi, qo'y go'shtimi? Bu mol go'shtida, mol go'shtining soni bo'ladi. Orasida yana qo'ydi yog'i bo'ladi. To'g'ri o'tkazdim. Chiroyli bo'ladi. Bu qancha vaqt tayyorlangan turishi? 40 minut, 45 minutda chiroyli bo'lib, mazali bo'lib pishadi. Go'shtlarni qachon bunaqa marinovka qilib qo'yiladi? Bir kun oldin qilib qo'ysak, go'shtga tuzib yanada mazali bo'laveradi. Bir kun turish kerak ekan. Bir kun tursa. Bekajonlarimiz shoshilayotganda qilishayotgan bo'lsa, 1 soat oldin go'shtlarimizni tayyorlab qo'ysa, pishirsa, unda ham juda ham mazali bo'ladi. Ana, life hack. Bu meni birinchi marta bunaqa ovqat qilib ko'rishim. Siz meni ustozim bo'lyapsiz oshpazlikda.
Bo'ldi, mana shuni o'qisam. Juda chiroyli. Tomoshabinlarimizga maqtan olaman. Qanchadan beri oshpaz bo'lib ishlaysiz? 8 yil bo'ldi. Oho. 8 yildan beri dadamiz hunarlari bor, o'sha po'rchilik. Oilada demak, dadajoningizlar bilan ham birga ovqat qilib turasizlar. Dadam endi ko'proq endi hali uyda tandirimiz bor, somsa misol, o'sha bir lag'manlar cho'zib o'zlari bir maxsuslikda ijod qilib, hali chiroyli ovqat qilib berib turadilar. Demak, shu uyda ko'rib, qiziqib, shu sohaga kirgan Kirganmiz. Bundan keyin qaysi taomga o'tamiz? Bundan keyin hozir mana tayyorlab bergan farshimizni Bulg'or qalampirlarini ichiga qo'yib chiqamiz, joylaymiz. Bu ham bunaqada pishiriladi? Yo'q, buni hozir nimada hammasini bitta qozonga solib dimlaymiz. Dimlab pishiriladi. Parhez taomga o'xshash. Buni mana galib suyiladi va shu shashliklarda mana to'g'ri oyoqchalari bo'ladi. Misol kavatay bo'ladi. Mana do'lma nimamiz bo'ladi. Do'lmalar o'sha bitta qozonga boshqa o'ziga yarasha ta'm bilan bo'lib, bitta qozonda pishib, o'zgacha ta'm bo'ladi. Hozirdan ishtahalarimiz ochib ketadi. Haligida tayyorlab qo'ygan masalamizni endi aralashtirib galib suyiga qo'yamiz. Ertaroq aralashtirib qo'yganimizda bo'lmas edi. Nimaga? Endi suv chiqib ketadi, ana pomidorimizni suvi chiqib nima bo'lib ketadi. O'shanda yaxshiroq bo'lmaydimi suv chiqib tursa yoki ichida bo'lgani yaxshiroq? O'sha ichida bo'lsa, ichida hali o'ziga yarasha boshqacha ta'm bo'ladi. Mana men aralashtirib oldik. Endi buni sekin mana shu o'zimizni ko'rsatib berasiz. tayyorlab qo'ygan o'sha bulg'or qalampir deyiladi. O'shuni ichlariga tiqib joylashtirib tayyorlaymiz. Bulg'or qalampiri ham buning uchun maxsus tozalanadi. Tozalanadi, chiroyli qilib, bir xilda qilib, chiroyli qilib. Bo'lmasa meni yonimda qilsangiz, yonlari hali sinib, ochilib ketadi. Hali bir xilda chiroyli pishmaydi. Butun qozonga tarqab ketadi. Tarqab ketadi. Bu qanaqa ichi to'la bo'lishi kerak? To'la bo'lishi kerak. Nima bo'lmasa bo'sh bo'lib qoladi. Shakli xunuk. Shakli xunuk chiqadi. Buning ham iloji boricha aytib o'tdik. Go'shtimiz ham yumshoq ajoyib bo'lsa, u ta'midanmi, pishishidanmi farqi? Pishida bo'ladi. Pishida chiroyli, mazali bo'lib pishadi. Manikan bo'ladimi yana so'rang? Qo'lingizda mana shu nimasini sal bosib berib, mana ko'ryapsizmi? Ichiga kirib bo'sh bo'lib qoladi-da mana. Ana, chumchuq so'sa ham, qassob so'sa. Mana endi o'xshadi meniki ham. Chiroyli bo'lib mana. Men o'rganib oldim, men tezroq qilishni o'rganishim kerak ekan. Men bittani tayyorlagunimcha siz hamma bulg'or qalampirlarni tayyor qilib qo'ydingiz. Qarang mana, shunaqa qilib ko'pgina solyapmiz-ku. Keyin buni qozonga qo'yganimizdan keyin olganimizdan keyin bu oldidan chiqib ketib qoladi. Yo'q, oldidan umuman chiqmaydi. Mana o'sha bulg'or qalampirlarimizga nima qilib oldik? Joylashtirib oldik. Endi mana o'zimiz bu karamimizni ichi qaynagan suvga yutib qo'yiladi. Olib, bir qator olib tashlasak, mana ajratib chiqib, o'zini nima qilib olamiz, ajratib olamiz. Shunda yumshoqroq, tugilishiga osonroq. Mana bu nimamizni, karamimizni mana bunaqa o'ziga joyida qattiqroq nimamiz bo'ladi, o'shani olib tashlaymiz. Buni ham olamiz? Demakki, hali pishishayotganda hali qattiq bo'ladi. Mana bo'ladimi? Juda chiroyli. Shunchadan sasam bo'ladi. Chiroyli. Nechasi nimamiz, go'shtimizdan nima qilamiz? Qanaqa qilib deyapsiz endi unisiga qarab Jasa olamiz. Hali ruletda o'ragandek qilib, chiroyli qilib. Men oshxonada biroz nonoqroqman-da. Mana bunday qilib, qo'limizda bunday qilib mana. Endi menga qarab turing. Birinchi bunisini solamiz, qo'lingizni sal bunday qilib tortib, bunday qilsangiz, mana tortiladi. Ikkita yonini tashlaysiz. Ana, juda chiroyli. Mana hozir karamimizga misol mana 30 gram, 40 gram misol masala hovuch ekanda. Bir hovuch tushadi, mana shu 30 gram bo'ladi. Eng asosiysi bekajonlarimiz, bizni ko'rayotgan tomoshabinlarimiz karamda bunaqa joyda qattiq joyi bo'lar ekan. Buni olib tashlaymiz, chunki chiroyli ham qattiq bo'lib qoladi. Bir hovuch ko'pchilik buni hali o'rab qo'yishadi. Men endi bizda bu o'ralmaydi. Hali ko'p nimada ayollar buni o'rab qo'yishadi. Uy sharoitida. Biz ham uyda doim qilganimizda e'tibor berilmagan ekan. Endi bilib oldim.
Qarang, bular biror narsa qistirib qo'yish kerak emasmi? Yo'q, Ochilib o'sha ketmaydi? aytyapman-ku. Bu bizda ochilib ketmaydi. Chiroyli dona bo'lib pishadi. Tayyor ovqat olib kelish yoki fast foodlarga ko'chaga chiqib ovqatlanib kelish urfga aylanib ketyapti. Shunaqa ovqatlarda uyda tayyorlab tursak, menimcha foydali va sog'lom bo'lamiz. Undan ham vaqt ham unaqa ko'p ketmas ekan. Ketmaydi, ha. Biz hozir ko'pchilikka qilayotganimiz uchun menimcha vaqtimiz jicha ushalyapti, lekin oilalar uchun bunaqa ko'p miqdorda qilinmaydi. Bekajonlarimiz xo'jayinlarini xursand qilishlar uchun ham sog'lom, ham vitaminlarga boy taomlar tayyorlab bersak bo'ladi. Buning uchun bizni ko'rsatuvimizni doim ko'rib tursalaring, sizlarga shirin va mazali taomlar tayyorlashni o'rgatamiz. Ana, karamlarimiz tugadi. Endi nima qilamiz? Endi keyingi ishimiz mana shu qaysi birini bering? kavatayda o'raymiz. Kavatayda. Mana yana bir nima qilganmiz? Bu qiyma. Qiymamiz. Bunda hop tok bargi deyilgan barglariga solib o'rab chiqamiz. Buni qiyma qaynatilib olganmi? Yo'q, bu bunda nonsiz bo'ladi. Nonni kamroq qo'shiladi. Non ham bo'ladi-yu, nonni o'zgarish kam nima qiladi? Go'sht. Keyin to'g'ri nimamiz bor, qiyma, mol go'shtini nimasi bor? Aralashganligi uchun o'shunaqa. Rangi boshqacharoq. Demak, pishirilmagan holatda cho'pchalarimiz hozir kerak bo'ladi. Kerak bo'ladi bizga. Kavatayga teramiz. Kavatayga ashuni o'raymiz. Men unda cho'pchalarimizni tayyorlab turaman. Buni ham xuddi karamda o'raganda yaqin bo'ladi. Men solib, mana shu holda bitta cho'pchaga nechtadan qilamiz? 4 tadan solamiz. 4 donadan. Unda men ham boshladim. Shunda ehtiyotli nima qilib olaverasiz? Shu baylarimiz hozir juda nozik bo'ladi. Iloji boricha katta qilmang. Mana. Biz aytmoqchilik zubatiskani ichida nimalar bo'ladi? Mana shu kavatayga ishlatamiz. Mana. Chiroyli bo'larkan-a, boshqacha. Buni endi to'g'ri qo'shimizga sabab endi hali mazaliroq bo'ladi. Nonni o'rniga ham ishlatilaveradi. Nonsiz bo'ladi xullas bu. To'g'ri go'shti yumshoqroq bo'ladi, mol go'shtimi? To'g'ri go'shti. To'g'ri go'shti. Menimcha shuning uchun ham to'g'ri go'sht solsalaringiz kerak, yumshoqroq. Mana shu holda bo'ladi mana. To'rg'ama go'shtda qilsa ham bo'ladi aslida. Ha. Aslida. Bu ham o'zgacha baribir buni ta'mi ham buni ham boshqacharoq, haligi o'zgacharoq bo'ladi. Qiymaniki. Ayollarimiz uyda qiyma bo'lmagan paytda shoshilib qolmasliklari uchun go'shtni maydalab to'g'rab, piyoz qo'shiladi, maydalab. Piyoz bo'ladi. Ziravorlar bo'ladi. Guruch qo'shiladimi bunga ham? Yo'q, bunga guruch qo'shilmaydi. Guruch qo'shilmaydi. Guruch qo'shmasdan go'sht, piyoz, ziravorlar maydalab to'g'ralgan holda. Bir dona pomidorni to'g'rab olinsa, suvli bo'lib, yana boshqacha, o'zgacha ta'm beradi. Keyin bundan hozir do'lma qilamiz. Do'lmaga ham maxsusda bu. Bundan keyingi taomimiz uchun ishlatamiz, Ishlatilamiz. Buni ham menimcha uyutilib olgan-a, issiqroq suvda. Suvda qo'yamiz. Qarang, shuni issiq suvda bo'lish kerakmi yoki iliq suvdami? Iliq suvda bo'laveradi. E'tibor beryapman, sizni o'rashingiz ham, go'sht olishingiz ham bir xil miqdorda ketyapti. Yillar davomidagi mehnatning natijasi menimcha bular. Men o'ylayapman, bittasi kattaroq, bittasi kichkinaroq bo'lib qolyapti. Charchamadingizmi? Yo'q, o'zingiz charchab qolmayapsizmi? Jicha. Aytadi, uyda ham mana ishlar qilib turish kerak edi, o'zi charchamaydi. Charchab qolmaysiz. Bunisi ham to'g'ri. Bizda eng shirini onajonim taomlari. Albatta, o'qishimni onajon ovqat qilsalar, mazali totli ovqat bo'ladi, albatta. Men o'rayotganlarim yonlarcha ochilib qolyapti. Hech narsa qilmaydi. Yo'q, masalan, o'zimiz maxsus cho'pimiz ushab turadi. Tayyorlab, ushab bir xil nima qilib turadi. Men kavatayda ko'rganman, lekin hech ham bunaqa pishirilganini ko'rmagan edim. Birinchi marta tayyorlab ham ko'rishim. Ko'rinishini ham birinchi marta ko'rishim bo'lyapti. Hop, buni maxsusalik do'lmamiz bo'ladi. Do'lma qilib olamiz. Aytdim-ku? Bu kavatagamiz, tok nimamizga ham buni qo'yganmiz. Buni qancha olamiz ko'pligini miqdori? O'zi 100 gram, 90 gram bo'ladi. Agar bizni ko'rayotgan tomoshabinlarimiz qiynalsa, maxsus
kichkina tarozilar bor. Tarozilarda 90-100 gram o'lchab olib, buni qattiq qilamiz. Qattiq olamiz. Nima ekan, yog' oz buni yog'da qo'rib olamiz-da, buni qizartirib olamiz. Shuna paytda sochilib ketmasligi uchun. Bir xilda chiroyli bo'lib. Bo'ladimi shu? Chiroyli bo'ldi. Bu katta do'lmamiz bo'ladi. Yana bitta nima qilamiz? Buni kichikroqini qilamiz. Mana makka deymizmi? Makka jo'xori deyiladimi? Buni orasiga bu cho'p shashliklar nima tayyorlaymiz. Hozir tuxumimiz bo'ladi. 2 dona o'sha do'lma nimamizdan tiqamiz, orasiga bittadan mana shu makka nimalarni tiqib. Hozir kattasidan 3 ta yetadimi? Yana qilaylik. Bo'ladi. Endi kichkinasi qanchalik bo'lsa? Kichkinasi misol 50 grammdan misol qilinsa, bitta shiqqa 2 donadan tushaveradi. Bu bo'ladimi kichkina? Nimalar? Kichikroq bo'ldi. Bunisi-chi? Bo'ldi, chiroyli mana. Bu mitta do'lmachalarimiz. O'zingizga tayyorlab beramiz uni. Meniki yumaloq chiqmayapti. Hech narsa qilmaydimi? Endi o'zingizga beramiz. Qo'ldan kelgan. Qo'ldan kelgan. Ko'ndirdingizmi? Birinchisiga endi. Birinchisiga yaxshi. Men ham keyingilarda zo'r pishirishni o'rganib olaman. Bu qo'limga yopishib qolyapti perchatka. Endi mana suvda nima qilib olsangiz? Aytdim, bu suv nimaga kerak deb. Bu katta bo'lib ketdimi? Yaxshi, bo'ladi. Yetadi. Bo'ladi. Do'lmalarimizni tayyorlab oldik. Endi kattasi ham kichkinasi ham avashlarimizni misol tepasiga to'g'rab olamiz. Mana idishimiz. Shuni orani olsak, idishimizni mana bulg'or qalampirlari. Bulg'or qalampirini tozaladingiz? Qani tozaladingiz? Orasini bunday qilib, mana o'rtasiga yaqsiz. Bo'lib olib tozaladingizmi? Mana. Pomidordan ham. Bu bezagi uchun asosan katta bo'liklarga bo'lib olamiz. Menga mana shu jarayon yoqdi. Oson ekanda. Qalampirga butun solamiz. Butun solamiz. Demakki, hali achchiq yemaydigan odam bo'ladi. Qalampir ovqatga butun solinsa, shunda ta'mi chiqib ketmaydi. Xo'p, endi mana chesnoyimizdan ham, svej chesnoyimizdan ham. Bular ham o'ziga yarasha haligi ovqat nimamizga, taomimizga maza berib, chiroyli nima qiladi. Nafaqat maza, ta'm, kayfiyat berayotganga ham o'xshayapti menga. Ko'katlaridan tepasiga chiroyli qilib o'qib oladi. Ana endi ish jarayonini endi qozonni boshiga ketdik. Boshida bu qilamiz. Tuxumlarni qizartirib olamiz. Aralashtiramiz. Kartoshkani qizartirib olamiz. Aralashtirib olamiz. Do'lmalarni qizartirib olamiz. Yana bir bor aralashtiramiz. Tayoqchadagi shashliklarimizni qizartirib olamiz. Aralashtiramiz. Keyinchalik birgalikda qizartirib olgan masalliqlarimizni dimlab qo'yamiz. Va alohida tayoqchalarimizga do'lma, tuxum hamda makka jo'xorilarimizni terib olamiz. Go'shtni qo'shamiz. Aralashtirib olamiz. Tuz, ziravorlarni qo'shamiz. Yana bir bor aralashtiramiz. Tovuq oyoqchalarini qo'shamiz. Aralashtiramiz. Sabzi va makka jo'xorilarini qo'shamiz. Aralashtirib olamiz.
Va 2 osh qoshiq pomidor pastasini qo'shamiz. Yana bir bor aralashtiramiz. Sarimsoq, piyoz aralashtiramiz. Boya qovurib olgan kartoshkalarimizni qo'shamiz. Qovurilgan tayoqchadagi shashliklarimizni terib chiqamiz. Undan keyin terib olgan do'lma, tuxum va makkajo'xorilarimizni qo'yib chiqamiz. So'ng golubtsi, karamli golubtsi va kavataklarimizni terib chiqamiz. Pomidorlarimizni qo'shamiz. Ustidan qizil bulg'or qalampirini tashlaymiz. Chesnok, qalampir va bir bog' ukrop, bir bog' kashnich qo'shamiz. Mana taomimiz ham tayyor bo'ldi. Endi degustatsiya jarayoniga keldik. Unda tatib ko'ramiz. Qani boshlab beringchi? Oling. Voy, qanaqa qilib olaman endi bunimi? Hop, mana sizga nima qilib beraman. Mana shu ikkita nimasidan ushlab mana. Ko'rinishlari ham o'zi boshqacha-da. Siz boshlab bering. Bo'ldi. Bismillah. Biz endi golubchidan boshlaymiz. Qani, tatib ko'ringchi. Bu endi do'lma shashligimiz bo'ladi. Endi mana chupa shashligimiz bor, kuskavoy, makkali, ko'ling, mana mol go'shtini viriska joyi. Xo'p, kavatayimiz bor. Ba'da golubsi, karamli. Bu yangilik. Hay tabga bo'lsa, mana qalampirlarimiz ham bor, svejiy. Qani, olingchi. Bismillah. Yumshoqqina, rostdan ham siz aytganingizdek. Tovuq go'shti bilan mol go'shtini ta'mi birlashib ketganga o'xshar ekan. Ular tayyorlab ko'rishsa, shirin. Yurtdoshlarimiz ham xonadonlarda shunaqa shirin taomlar tayyorlashlari uchun mana ekranda chiqib turgan ro'yxat bo'yicha bemalol tayyorlab, masalliqlar bo'yicha tayyorlab ko'rishlari mumkin. Hammalar yoqmishdaqa bunaqa shirin ovqatlar mana rayon milliy taomlarida hammalarni kutib qolamiz. Hamkorlik uchun Qo'shtepa tumani rayon milliy taomlar markaziga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlar ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.